Salom hurmatli o'quvchilar. Demak, bugungi videomizda quyidagi funksiyani ko'rib chiqamiz. Bizda funksiyaning asosiy ko'rinishi berilgan va teskari funksiyaniki ikki qo'yilgan holatdagi qiymati so'ralyapti. Demak, buning uchun biz bu funksiyadan teskari funksiyani tuzib o'tirishimiz shart emas. Buning uchun mana formuladan foydalanib ketamiz. Demak, f at x imiz teng bo'lar ekan y bo'ladigan bo'lsa, mana shu x bilan y ni joyini almashtirib qo'yadigan bo'lsak, bizda teskari funksiya hosil bo'ladi. Y teng ekan x ga faqat -1 da. Demak, biz ham mana bu ikkalasidan teskari funksiyani hosil qilishimiz uchun bu ikkalasining joyini almashtirib qo'yamiz. Shunda f at -1 da 3 taqsim 1 ilzosida 1 plus x teng bo'lyapti x ga. Demak, bizda so'ralayotgan narsamiz 2 edi. Demak, mana bu ifodani joyiga biz 2 qo'yishimiz kerak ekan. Shundagi x ni topadigan bo'lsak, bizda bu tarafdagi qiymatimiz kelib chiqadi. Demak, 3 taqsim ilzosida 1 plyusdan x imiz teng ekan 2 deymiz. Mana shu ifodani 2 ga tenglashtirib x topib olamiz. Demak, bu yerdan ilzosida 1 plyusdan x imiz teng bo'ladi 3 taqsim 2 ga. Kvadratga oshiradigan bo'lsak, 1 plyusdan x imiz teng bo'lyapti 9 taqsim 4 ga. X imiz teng bo'ladi 5 taqsim 4 ga. 1 dan nariyoqqa o'tkazib minus qildik. Shunda x imiz teng bo'lyapti. Bu 1/4 dan 1 degan javob ekan. Misolimiz ishlanishi mana shundan iborat. Demak, bizning variantimizda A javobi turibdi ekan. Demak, mana shu tartibda ishlashimiz kerak bo'ladi. Demak, video yechimimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.